Tilla olasizlarmi aka? Olamiz aka. Aka, shu desangiz, mana bunaqa 1% zirak, mana uzilib ketgan tsepочкалар bor edi, bunaqa narsalar ham olasizlarmi o'zi? Olamiz aka, bu ham tillay baribir. Qanchadan endi aka buni? Grammi. Bugun 1 milliondan bo'ldi aka, bu yerda 583, 585 proba ekanda. Aha. Kalkulyator anshatimiz aka, mana 5 million 710 ming bo'ldi. Yo'q, mana shu uzilib ketgan 1% ziraklar ham mana shuncha pul bo'ladimi? Ha, aka tillay, nima bo'lsa ham. Yo'q. Kichkina 01, 02 bo'lsa ham tillaydi baribir. Bo'ldi aka, unda tezroq pulni sanab bering, menga to'g'ri keladi. Qarang, endi mana hozir sanadim 5 million. Aha. Mana bundan 700 ming bersam. 7 700 ming и 10 ming. Bo'ldi aka, rahmat. Xijolat bo'lmasdan bemalol kelaverasiz. Bo'ldi. Singan bo'ladi. Rahmat aka, sog' bo'ling. Charchamang aka. Sizlarga ham shunaqa sinib ketgan, uzilgan tillalaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelib sotib ketsanglar bo'ladi. Eng qimmat narxlarda olib qolamiz, xudo xolisa.